Tushda lola ko'rishning ta'birlari. Tushda lolalarni ko'rish tush ko'rgan odamning shaxsiy hayotiga, ya'ni qalb ishlariga ishora qiladi. Bu aniq his-tuyg'ular yoki fikrlarni, yaxshi qarorlar va o'zgarishlarni, hayotdagi yangiliklarni ko'rsatadi. Tushda lolalarni ko'rgan odam baxt eshigini ochadigan va o'zi uchun juda foydali bo'lgan sevgi munosabatlarini boshlanishini anglatadi. Xayolparast o'z qalbining haqiqiy egasi bo'ladigan odamni topadi va u boshlagan yangi munosabatlarda har safar to'g'ri odam bo'lganida boshidan kechiradigan aldanish va umidsizliklardan xalos bo'ladi. Tushda lolalar ekish tush ko'rgan odamning foydali, yaxshi qalbli va mehribon inson ekanligidan dalolat beradi. Tushda lola ekayotganini ko'rgan odam u hayvondan qat'iy nazar og'ir ahvolga tushib, ojiz qolgan har bir qalbga yordam berishni insoniylik burchi deb biladi. Tushingizda lolalarni yig'ish yaxshi boshlangan, ammo umidsizlik bilan yakunlanadigan ishni anglatadi. Tush egasi o'zi juda umidvor bo'lgan ishga ishoradir, lekin ishlar u xohlagan va o'ylagandek bo'lmaydi. Demak, u oxiridan katta umidsizliklarni boshidan kechiradi. Tushdagi lola guli isrofgar odam bilan bog'liq. Tush egasi hamma narsani 3-5 narsaga sotib oladi, garchi shart bo'lmasa ham. Bu xarid ortiqcha bo'lishidan boshqa hech narsani anglatmaydi. Demak, sotib olingan narsa ham isrof bo'ladi. Kimki tushida lola piyozlarni ko'rsa, ishlarini tartibga solib tartib o'rnatadi va qo'li sekin aylana boshlaydi deya ta'bir qilinadi. Tush egasi o'z biznesida kichik, ammo ishonchli qadamlar qo'yadi va vaqt o'tishi bilan u rivojlana boshlaydi va hatto jamg'armalarni to'playdi. Tushda lola dalasini ko'rish. Bu tush ko'rgan odamning qalb boyligini va hatto oxirgi luqma nonini ham baham ko'rish uchun saxiy ekanligini ko'rsatadi. Tushda lola ko'rish oshiq bo'lishga ishoradir. Erkak kishining lola ko'rishi go'zal qizga, qizning lola ko'rishi esa yoqimtoy yigitga oshiq bo'lish ishorasi. Lola o'stirganini ko'rgan kishi yaqinlari, qarindosh urug' orasida hurmat qozonadi. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.